Вообще красота, lekin judayam chiroyli. O'rtolaman yana bitta wish listim amalga oshdi. Bu Xitoyning o'sha legendarniy kosmetika brendi Flower Nose. Прям такой prinsessalar vibe kelib turadi. Detallarini qaranglar. Ranglarini qaranglar. Mana bitta paletka. Офигеть. Bu не только chiroyli, balkim pigmentatsiyasi ham просто шикарный. Highlighter. Просто qarab o'tirsam kerak bunga faqat. Oyna. Antikchalarga olib qoling. Detallari просто insane. Wow, chiroyli, menga yoqdi. Ko'z uchun jiddiy blesk. Shunaqangi ko'p shimmerı, teksturasi приятный ekan. Yangi Bunny Garden kolleksiyasidan. Нежный, натуральный. Endi вообще красота, lekin judayam chiroyli. Просто detallariga e'tibor qilinglar. Kачествоsi ham bemalol Charlotte Tilbury'ni orqada qoldirib ketadi. O'zbekistonda originalini rosa qidirgandim va bitta magazindan topdim. Описаниеda отметка qilib ketaman. Yoki bo'lmasa shu Telegram kanaldan topsanglar bo'ladi.